to'xta. Nima qilyapsan? Suvat qilyapti. Voy, qilib bo'psan-ku. Bunda boshqa yechim bor edi. Yo'q aka. Mana yechim. Mana vermikulit. Shu narsani suvog'ingga qo'shib ishlatsang, izolyatsiyani bittada urib ketgan bo'lasan. Ham suvog'ing, ham izolyatsiyang. Bittada. Oson, tabiiy, yonmaydi, kuymaydi. Hamma narsa bittasida. Suvog'ingga qo'shasan, ishlatasan. Vermikulitimizni qurilish sohasida ishlatishdan maqsad qishki paytda xonadoningizni issiqligini o'zida ushlab qolishi, yozgi paytlarda salqin havoni o'zida ushlab qolishi, umuman olganda sizni yoqayotgan gazingiz, tokingizdan tejamkorlik bilan ishlatilishi. Shu bilan birga issiq sovuq bilan bir qatorda o'tda shovqin suronning ham izolyatsiyasi hosil bo'ladi. Ana endi bu boshqa gap. Zo'r chiqibdi. Keyingi safar vermikulit bilan faqat. Tushundingmi?